Grija bu har bir ayolda bor. Qovoq ostida va ko'z tagida. Ko'zi tagida ham grija bormi deyishadi. Ko'zi tagida eng o'zi asosan hammamizda bo'ladigan grija bu ko'zi tagi hisoblanadi. Yog', ya'ni yog' bezlarimizni shish. Nimani hisobiga bu grija kattalashadi? Naslda agar ota-onalarimizda, bu dodalarimizda bo'lsa, demak bizga ham u nasldan naslga o'tadi. Va shuni oqibatida bizada kechasiga ko'p suyuqlik ichish, suvli ichib uxlaymiz. Orada kechasi turib ham suv ichadigan ayollar bor. Kech uxlaydigan ayollarimiz bor. Smenada ishlaydigan ayollarimiz bor. Kechasi bilan ishlashadi. Kechasi bilan kompyuterda o'tirishadi, telefonda ishlashadi. Shunaqa ayollarimizda o'sha ishlar ko'payadi, ya'ni yog' bezlarimiz kattalashib, suv yig'adi. Ertalab uyg'ongandan keyin u shish 2-3 baravar kattalashadi. Buni hech qanaqa kosmetologiyada ketkazish iloji yo'q. Buni faqatgina xirurgiya zalida butunlay olib tashlash imkoniyatligi bor. Albatta buni xirurg doktorlar amalga oshirishadi.